Iordaniya chegarasida vodiy deb nomlanuvchi cho'l mavjud. Tuzilishi jihatdan Mars sathiga o'xshash boshqa joy yo'q. Endi biz bu ekzotik cho'lda tog'lar orasida yashiringan ulkan shaharga kirmoqchimiz, ya'ni Petra shahri. Assalomu alaykum aziz do'stlar, foydali format kanaliga xush kelibsiz. Qiziqarli ma'lumotlar va faktlar bilan sizlarni hayron qoldirishdan to'xtamaymiz va bugungi mavzuyimizni boshlaymiz. 1000 yildan ko'proq bu shaharning afsonasi tillarda doston bo'ldi. Ba'zilarning fikriga ko'ra, islom tarqalgan birinchi joy, ba'zilarga ko'ra, barcha dinlarning markazi. Bu sahroda Petrada yashovchi va buni biladigan yagona odamlar badaviy arablardir. Arab tilida yig'layotgan shahar degan ma'noni anglatuvchi Petraning mintaqa aholisi orasida aytilgan afsonaga ko'ra, juda ko'p yomonlik qilganliklari uchun va zilzilalar natijasida vayron bo'lib yo'q bo'lib ketgan. Bu sirli yo'qolgan shahar haqidagi afsonani eshitgan shvetsariyalik tadqiqotchi Jan Dorkart 1812-yili bu yerni kashf etdi va bu joyga o'xshash boshqa joy yo'q ekanligini tushundi. Miloddan avvalgi bir xalqning shunday bir g'ayritabiiy o'zgacha bir shaharni qura olishganiga na u, na boshqa arxeologlar ishona olmadi. Arablarga mansub Nebatilar qavmi yashagan ekan bu yerlarda. Saudiya Arabistoni sahrolarida ko'chmanchi jamoat qanday qilib bunday murakkab inshootni barpo etishi hanuzgacha sirli. Tosh ustalari, suv omborlari va suv yo'llari bilan shug'ullangan. Masalan, paradoksallarga aylanib ketgan va yer osti tunnellari, amfiteatrlar, hattoki labirintlar ham bor edi. Bu inshootning balandligi 10 qavatli binochalik bor va inshoot pastdan tepaga emas, tepadan boshlab pastgacha qurilgan va uning ostida podshoh qabri yashiringan. Shuningdek, Petra shahri qanday qilib arablarning ziyoratgoh markazi bo'lgan. Siz ajablanadigan boblar hozirdan boshlanadi. Ka'ba bugun siz bilgan va islomning markazi hisoblangan muqaddas makondir. Haqiqatda Ka'ba madaniyati arablar orasida islomdan oldin juda keng tarqalgan madaniyatdir. Hozirgi kunda Arabistonda tanilgan 26 xil Ka'ba hanuzgacha qad tutib turibdi. Bu yerga Petraga hoj safarini qilishga 1000 yil avval kelgan pagan arablarning devorga o'yib yozgan yozuvlarini ko'ryapsiz. Asosiy buyuk sirlardan biri o'tgan yilning 800-yiligacha qilingan va hozirgi zamongacha hech restavratsiya ko'rmasdan va hech o'zgarmasdan kelgan jomilarning qiblalari hech biri Makkaga yoki Quddusga qaramagan. Ularning hammasi millimetr siljimasdan Petraga qarab turibdi. Keling ularni birgalikda sinab ko'raylik. Google Earth dasturidagi tasvirlar tufayli Ka'batuz sahrodan Ka'bagacha va Petraga chiziq tortamiz. Qizil rangdan Petraga va sariqdan Ka'baga chizamiz. Qarang, burilish yo'q. Keyingi masjid Balbek masjidi va qibla devori bu yerda ham o'zgarmasdan qolgan. Ammo bu masjid so'nggi yillarda qayta tiklandi va qibla devori bir xil bo'lib qolgan bo'lsa ham, qibla ichkaridan o'zgartirilib Makkaga aylantirildi. Umayyad jomiyasi qiblasi Petraga qaragan, Kasf el-Musa ham Petraga qaragan. Bulardan 10 tasi hanuzgacha ishlatilmoqda. Nafaqat masjidlar, balki juda qadimgi cherkovlar va ibodatxonalar ham ongli ravishda Petraga yo'naltirilgan. Siz o'zingiz Google Earth dasturi yoki kompyuteringizdagi boshqa dasturlarni yuklab olish orqali sinab ko'rishingiz mumkin. Petra rimliklar talaffuzidan kelib chiqqan, arabchada esa Bekka, Mekka ismiga juda o'xshash, shunday emasmi? Endi sizlarga siradagi yangi topilmani aytib berishni ma'qul ko'rdim. Qur'ondagi bir hikoyada fil egalari Ka'baga hujum qilgani aytilgan, faqat fillar Arabiston yarim orolida hech qachon bo'lmagan. Va arxeologik jihatdan ham Arabistonda fil yo'q. Chunki fil omon qolishi uchun kuniga 1 yoki 2 tonna suv kerak bo'ladi. Bu cho'l ekanligini hisobga olsak, kuniga filga kamida 2 tonna suv kerak. Suv manbalari 0 ga yaqin bo'lgan joyda fil omon qola olmaydi. Lekin to'xtang, qarang. Petraning devorlarida ba'zi tasvirlar bor va nega hind fillari, ammo nega ular bu yerda? Men sizga hozir hammasini aytib beraman. Arxeologlar Petra tarixini shunday izoh qilishadi. Buyuk Iskandar Hindistonga yurish qilgan paytlarda Ironlik askarlar va fillardan yig'ilgan bir armiyani Petraga yo'naltiradi. Fillar bilan shaharni bosib, so'ngra tamoman qo'lga olib turgan paytda
Buyuk Iskandar bezgak kasalligi sababli o'lgan degan xabar kelgach, qamal olib tashlanadi va armiya ortiga qaytib ketadi. Iskandar 356-yillarda tug'ilgan, ya'ni u bu yerlarni zabt etgan paytlarda Petra buyuk va muhim shahar edi. U armiyani bu yerga yuborishi tabiiy edi. O'sha paytda Petraga yaqin suv yo'llari bo'lgan va shu bilan birga Petrda buyuk Iskandar haykali hamon saqlanib qolgan. Arab, ingliz, amerikalik arxeologlar va tarixchilar Qur'onda tasvirlangan fil mojarosi Makkada emas, balki Petrda bo'lganligini shubhasiz aytishadi. Hatto muhim islomiy manbalardan qabul qilingan Ibn Hisham va Ibn Ishoq ham voqealar Petrda bo'lgan deb yozgan. Yahudiylar va musulmonlar umumiy, ya'ni bir deb qabul qiladigan qabr bor. Bu Musa payg'ambarimizning ukasi Harun payg'ambar mozori. Yahudiylar Firavndan qochib qutulganlarida Musa payg'ambar dengizni yorib o'tgach, bu yashirin shaharda boshpana topdilar va bir muncha vaqt bu yerda yashadilar. Musa payg'ambarga ergashgan yahudiylar 40 yil davomida sahroda yashaganlar deyiladi. Balki o'sha maskan Petra bo'lishi mumkin. Bu shaharning bitmaydigan sirlari musulmon va xorijiy arxeologlarni qiyin bir jumboq orasiga tashlab qo'ygandek go'yo. Birinchidan, Petra shahrining tarixi miloddan avvalgi 10 ming yillarga borib taqaladi. Albatta, u paytlarda bunday hashamatli bir inshoot emasdi, lekin bu maskan har turli qabilalar yashagan makon edi. Miloddan avvalgi 400-yillarda boshqa arablar tomonidan Nuh payg'ambarning avlodlari deb ishonilgan Nebatilarning poytaxtiga aylanib, yana butun O'rta Sharqning eng muhim savdo markazlaridan biriga aylandi. Miloddan avvalgi 100-yillarda Nebati podshohlari o'rtasida kelishmovchiliklar, shaharda tez-tez sodir bo'ladigan zilzilalar, mintaqadagi rimliklar istilosi shaharning eski ahamiyatini yo'qotishga olib kelgan. Keyin rimliklar insonlarni yo'q qilish o'rniga ular bilan birga ishlashga undadi va keyin Nebatilar asta-sekin shaharni tashlab Iskandariya, Rim, Qudus, Madina kabi turli joylarga ketishdi. Lekin ular o'z madaniyatini uzoq vaqt saqlab qolishdi. Turli xil joylarda Nebatilarning qabrlarini ko'rishingiz mumkin. Bugungi dunyodagi eng yirik ishbilarmonlar, o'zlari haqida doston aytadigan boylar, o'sha xayolingizga keltirgan insonlarning ko'pi o'zini Petradan kelgan, o'zini Petradan yoyilgan Nebatilar qonidan kelganiga ishonishadi. Hozir bu odamlarning ismlari va arxeologik dalillarni aytib berish uzoq vaqt talab etadi. Shuning uchun yana bir video albatta chiqadi. Men bilan qolishni unutmang. Men hali qiziq videolarni ko'p qo'yaman va shuning bilan bizning mehnatlarimiz behuda ketmaganligini bilishimiz uchun like bosib qo'ying. Mening oldingi videolarimni ko'rishni ham unutmang.